Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on va sunnatga ko'ra muslima ayolning shaxsiyati. Bugungi kelgan mavzuyimiz oiladagi rollar taqsimi desak ham bo'ladi. O'zi aslida bugungi mana bu mavzu deyotgan narsamiz alohida kitobda mavzu o'laroq kelmagan. Faqatgina muallif shunday deb o'tib ketgan. Aytganki, muslima ayol juda yaxshi biladiki, ayolning ustidagi rahbar bu Qur'on va sunnatda erkakdir deb o'tib ketgan. Ya'ni ayol juda yaxshi biladiki, Qur'oni Karimda rahbarlik haqqini Qur'on va sunnat kimga bergan? Erkakka bergan deb o'tib ketgan. Lekin biz buni alohida bir mavzu qilib qo'limizdan kelgancha qisqacha bo'lsa ham tushuntirishlikka harakat qilamiz. Va buni sababi ham shu. Biz o'tgan darsimizda aytdikki, turmushdan qasdimiz nima? Turmush nima o'zi? Turmush bu aqd, so'zlashma dedik. Ya'ni ikkala tarafni bir-biriga bo'lgan o'sha so'zlashuvi, qo'ygan shartlari va bir-birlarini haqlariga rioya qilishlikdagi o'sha so'zlashma aqd dedik. Va ikkinchisi turmush bu sukunat, sokinlik dedik. Ya'ni ayol bir-biriga sukunat bo'lishlik kerak, sokinlik bo'lishlik kerak dedik. Va turmush bu mehr muhabbat dedik. Ayolni erga bo'lgan muhabbati, mehri, erni ayoliga bo'lgan mehri muhabbati dedik. Va yana turmush bu marhamat, rahm hissi dedik. Ya'ni ayol eriga qarshi marhamatli, rahmli, ham ayoliga qarshi marhamatli va rahmli bo'lishlik kerak dedik. Va turmushdan yana qasd nima edi? Bu libos edi. Libosni nima edi vazifasi? Eng birinchi o'zini ayib joylarini, yomon joylarini insonlarga ko'rsatishligi kerak bo'lmagan, ko'rsatishligini xohlamagan narsalarini berkitib turardi libos. Xuddi shunday ayol bilan bir-biriga turmush deganda libos edi deb mana shu narsani tushuntirdik. Va aytgandikki o'sha darsimizda mana shu narsalarni bo'lishligi uchun muhabbatni, sukunatni, mehrni, marhamatni, libosni bo'lishligi uchun islom ayolga o'zini bo'lajak turmush o'rtog'ini tanlashlikni huquqini, haqqini unga bergan dedik. Nima uchun? Chunki har qanaqangi bir odam o'zi xohlamagan kishisi bilan hayot quradigan bo'lsa, oila quradigan bo'lsa, turmush quradigan bo'lsa, xohlamagan kishisi bilan qurganligi uchun u sukunat bo'la olmaydi unga. Sokinlik bo'la olmaydi. Shuning uchun islom ayolni haqqiga mana bu narsani haqqiga qo'shganki, o'zi xohlagan kishisiga nima qiladi? Turmushga quradi. O'zi tanlashlik huquqi bor, ya'ni turmush o'rtog'i. Shu sababdan. Chunki majbur uylantiradigan bo'lsa, majbur turmush quradigan bo'lsa, na sukunat bo'la oladi, na mehr muhabbati bo'ladi. Qanday inson o'zi yaxshi ko'rmagan, o'zi xohlamagan kishisiga, o'zi tanlamagan kishisiga majburan turmush qurdirsa, qanday mehr muhabbat bo'lsin? Qanday marhamat bo'lsin? Qanday rahm hissi bilan unga marhamatli bo'la olsin? Bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Yoki qanday unga libos bo'lsin? Qanday unga ziynat bo'lsin? Qanday unga xatolarini yopib turuvchi bir libos bo'lsin, to'siq bo'lsin unga? Bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Shuning uchun islom unga mana shu haqqini berganki, sen turmush o'rtog'ingni o'zing tanla. O'zing tanlaki, kelajakda unga sukunat bo'la olgin. O'zing tanlaki, kelajakda unga mehring bo'lsin, muhabbating bo'lsin. Kelajakda unga marhamating bo'lsin, rahming bo'lsin. Kelajakda unga nima bo'lsin? Libos bo'lgin unga qarshi. Mana shu sababdan islom ayol kishiga o'zini bo'lajak turmush o'rtog'ini tanlashlikni haqqini bergan. Mabodo majburiy holatda turmushga chiqarilsa, o'zi xohlamagan kishisi bilan islom yana ayolga ajrashishlikni huquqini bergan dedik. Sababi mana shu 5 ta narsani bo'la olishligi uchun. Va bugungi kelgan mavzuyimizda ham mana shu narsa bo'lsa, mana shu narsani, ya'ni uydagi rollar taqsimotini islom alohida urg'u bilan berib o'tganki, oilada mana shu 5 ta narsa bo'lsin. Ya'ni uydagi rollar taqsimi, mana bu rol kimda bo'lishligi kerak? Mana bu rahbarlik kimda bo'lishligi kerak? Rahbar ayol bo'lishligi kerakmi uyda yoki erkak bo'lishligi kerakmi? Mana shu narsa juda muhim bo'lganligi uchun islom alohida e'tibor berib bu haqida oyat nozil qilgan. Uyda rollar taqsimi kimga oid bo'lishligi kerak? Ayol uyda nima ish qiladi? Erkak uyda nima ish qiladi? Ayolning vazifasi nima? Erkakning vazifasi nima? Birma-bir islom
buni bayon qilib bergan. Sababi Allohu a'lam mana shu 5 narsa bo'lsin. Sukunat bo'lsin bu oilada mehr muhabbat bo'lsin, bu oilada marhamat rahim hissi bo'lsin, bu oilada erkak bilan ayol bir-biriga libos bo'lsin deb mana shu holatda islom har bitta hukmini bizlarga joriy qilib nozil qilgan. Xo'p, islomda rahbarlik kimga oid? Alloh azza va jalla oyatda aytadiki: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Erkaklar ayollarga rahbardirlar. Bima faddalallohu ba'duhum 'ala ba'din va bima anfaqu min amwalihim. Alloh ba'zilaridan ustun qilganligi va mollaridan sarflaganlari uchun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollarga nimadir? Rahbardirlar. Demak, islomda uydagi rahbar kim? Uydagi rahbar bu erkak. Alloh subhanahu va taolo mana bu rahbarlik haqqini Alloh azza va jalla buni erkakka bergan. Rahbar endi nima ish qiladi? Rahbar avvalambor uyda adolatli bo'ladi. Rahbar avvalambor mana bu uydagi kamchiliklarni o'z joyiga qo'yadi. Uydagi o'sha holatni yaxshilashlikka harakat qiladi. Uyda adolatsizlik bo'lishlikka yo'l qo'ymaydi. Uyda haqsizlik bo'lishlikka yo'l qo'ymaydi. Mana shu sababdan erkaklar ayollarga nima? Erkaklar ayollarga rahbardirlar. Demak, bu Alloh subhanahu va taoloni erkaklarga xos qilib bergan bir haqqi. Mana bu haqni ayollar buzib o'tmaslik kerak. Mana bu haqni ayollar buzib o'tmaslik kerak. Nimaga? Chunki erkak uyda bir erkakdek bo'lishlikni xohlaydi. Ya'ni ko'chadan ishlab kelgan vaqtda uyga aqlli ayol kishi uni haqiqatdan o'zini erini, o'zini umr yo'ldoshini qirollardek his qildira olishlik kerak. Ya'ni erkak kishi uylanganda undagi holatlarda o'zgarayotganligini bilishlik kerak. Ya'ni bir odam uylandi. Uylanyapti. Onasidan ko'rgan muomalasi ham bir xil edi. Endi uylangandan keyin xotinidan ko'rayotgan muomalasi ham xuddi uni bolasidek muomala qilsa, xuddi uni opasidek muomala qilsa, xuddi uni o'sha singlisidek muomala qilib tursa, erkak buni his qilmaydi. Shuning uchun aqlli ayol turmush qurganidan keyin erkagina o'zini eriga erkak ekanligini nima qilishlik kerak? His qildira olishlik kerak. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo buni unga haq qilib berganligini, rahbar qilib berganligini bilishlik kerak. Endi erkaklar ham o'zini rahbar ekanligini his qilganidan keyin ayoliga ham rahbarni qanday muomala qilsa, xuddi shunday muomala qilishlik kerak. Juda ko'p erkaklar, Alloh isloh qilsin, qaraysiz, tog'utlardan, zolimlardan shikoyatchi. O'zi xuddi uyda tog'ut bo'lib qo'ygan. Xuddi o'sha uyda o'zi malomat qilgan, yomon ko'rayotgan, Alloh uni o'ldirsin, Alloh uni jonini olsin deb badduo qilayotgan odamni bir xil zulmini ayoliga, bolalariga qiladi. Bu ham to'g'ri emas. Ya'ni ba'zi o'sha johiliydan qolib ketgan odatlar bor. Bizda nima deyiladi? Uylandingmi? Shu ayoling sen shuni ko'zing bilan qaraganingda bilish kerak nima qilayotganligini. Qo'rqqanidan. To'g'ri? Ayol kishi, aqlli ayol va aqlli erkak xotini bilan ayoli bir-biriga qaraganida bir-birini ko'zi bilan tushunishlik kerak. Lekin bu nima bilan bo'lishlik kerak? Bu shu holatda bo'lishlik kerak, hurmat yuzasidan. Lekin bizda johiliya odatlarimizda bo'lganda shu ayolga shunday qaradingmi, shu ko'zing bilan shunday qovog'ingni solib qo'yding, bo'ldi. Ayol kishi bilishlik kerak. Men shunday uyga kirganimda hamma shunday oyoqda turib kutib oladi. Qaltirab turadi. Qaltirab turishlik. Bular hammasi johiliyani bizga o'rgatgan narsalar. Islom bunaqa buyurmaydi. Islom adolat bilan. Agar shunaqa bo'lsa, siz uyingizga kirganingizda bolalar qo'rqib, titrab, Alloh saqlasin, xotiningiz qo'rqib, qaltirab turadigan bo'lsa, siz bu yerda rahbar emas, siz tog'utsiz uyda. Juda zolim bo'lib qolgansiz, haddan oshib ketgansiz siz. Rahbarning o'zi nima qissasi bu? Rahbar, qaysi rahbar yaxshi rahbar? Zulm qilmagan rahbar yaxshi rahbar. Tog'ut bo'lmagan rahbar yaxshi rahbar. Adolat bilan boshqargan odam yaxshi rahbar bo'ladi. Yomon rahbar qanaqa yomon rahbar? Bugun qarang, zulm qilyapti odamlarga. Gaz bermasa, svet bermasa, oyligini vaqtida bermasa, hamma narsani o'zi yeb ichib yotsa, o'zidan boshqasini o'ylamasa, bu yaxshi rahbarmi? Yaxshi rahbarning sifatlari bormi? Bunda yo'q. Yaxshi rahbar qanaqa rahbar? Yaxshi rahbar o'zini ham unutmaydi, xalqini ham unutmaydi, oilasini ham unutmaydi. Har bitta holatga nima qiladi? E'tibor beradi.
Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo rahbar deyapti bu yerda. Yaxshi rahbarning sifatlari ma'lum, yomon rahbarning sifatlari ma'lum. Shuning uchun ham erkak, ham ayol mana bu narsaga e'tibor berishlik kerak. Erkak kishi uylanganda o'sha onasidan ko'rayotgan muomalasini xotindan ko'rmaslik kerak. Ya'ni uni yosh boladek, uni hech narsasini bilmaydigan. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Haqiqiy mana bu erkaklardek his qildira olishlik kerak yaxshi ayol kishi. Xuddi shunday yaxshi erkak ham xotiniga yaxshi muomala qilishlik kerak. Uni o'sha johiliy odatlari otasidan ko'rgan, akasidan ko'rgan yoki o'sha qarindosh urug'lardan ko'rgan yoki ko'chadagi o'sha johil bo'lgan birodarlardan eshitgan, ko'rgan narsalarni ayoliga nima qilmaslik kerak. Ko'rganda tepib urish kerak. Birinchi kundan yaxshilab urib olginki, keyin senga qarshi boshini ko'tarmas. Bular hammasi johiliyani, johiliyat o'sha sassig'ini bizga o'rgatib qo'ygan narsalar. Bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun uydagi rollar taqsimi muhim. Alloh subhanahu va taolo erkakka rahbar qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo erkakni rahbar dedi uyda. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dedi. Erkaklar ayollarga rahbardirlar dedi. Ayol kishi buni sami'na va ata'na deb nima qilish kerak? Qabul qilishlik kerak. Hammamizga ma'lum. Misol uchun qandayki ota-ona masalasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimga buyurdi birinchi yaxshilik qilishlikni? 3 marta birinchi yaxshilik qilishlikni uchalasida ham onaga buyurdi. Endi har bir ona shuni o'g'liga aytadimi? "Voy o'g'lim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta aytmadimi senga onangga yaxshilik qil" deydimi? Deydi. Xuddi shunday mana shu onalar, mana shu ayollar ham bilishlik kerakki, Alloh azza va jalla aytayaptiki sizlarga, sizlar uchun rahbar kim? Sizlarni eringlar. Sizlar ularga rahbar deb muomala qilinglar. Qarang, mana bu yerda juda muhim nuqtalar bor-da. Hozir misol bir odam bir rahbarning yoniga kirsa, bir oddiy bir rahbarning yoniga kirsa, unga qanday muomala qiladi? Rahbardek muomala qiladimi? Rahbardek muomala qiladi. Uni mensib, unga uf deb yana keldingizmi? Yana shunaqa muomala qiladimi? Yo'q. Kiyimi joyida bo'ladi. Bir rahbarning yoniga kirayotgan odamga qarang. O gaplarni kerak bo'lsa yodlab oladi. Kerak bo'lsa kiyimini o'zgartiradi, yangi kiyimlar kiyadi, atirlar uradi, sartaroshga borib keladi. Shunaqa o'zini to'g'rilab keladi rahbarning yoniga. Rahbarni shunaqa yoki kutib oladi. Ko'chalarni tozalaydi, gullar ekib kerak bo'lsa gullar ekib qo'yadi, daraxtlarni oqaylab qo'yadi, daraxtlarni qurigani bo'lsa kesib qo'yadi. Mana rahbar o'tayotgan yo'llarni qarang, qanaqa yaxshi ta'mir qilishadi yo'llarni. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ayollarga erkaklari, ya'ni erlari rahbardir deyapti. Ko'chadagi rahbarga yoniga kirganda qanday odamlar kiradi yoki ularni qanday kutib oladi? Xuddi shunday mana bu holatda ham ayol kishi erini rahbardek muomala qilishlik kerak. Rahbarligini his qildirishlik kerak. Ko'chadagi odamga, rahbarga rahbarligini his qildirmaychi nima qiladi? Janobni qo'shmayincha gapirayotganingizda, muhtaram deb qo'shmayincha gapirayotganingizda yoki unga murojaat qilayotganingizda va murojaatingizni bitirib yoki murojaat qilayotganingiz asnosida uni qilgan yaxshiliklarni sanamayinchi nima bo'ladi? Yes, janob palonchi, muhtaram shunaqa, bizga shunaqa qildingiz, siz bu darajada qilmasa ham ayol kishi, lekin shuni nima qilishlik kerak? His qildirishlik kerak. Eriga qarshi nonko'rlik qilmaslik kerak. Erini qilgan o'sha yaxshiliklarni unutib olmaslik kerak. Qisqachasi ayollar rahbarligini erkaklarni his qildirishlik kerak. Shu holatda mana bu oilada sukunat bo'ladi. Shu holatda oilada sokinlik bo'ladi, mehr muhabbat bo'ladi, marhamat bo'ladi, libos bo'ladi. Ayol agar erini er o'rnida ko'rmasa, biror bir erkak ayolini yaxshi ko'rmaydi. Yo majburan u bilan yashaydi bolasi borligi uchun yoki bir vaqt o'tgandan keyin Alloh saqlasin ajrashadi. Shuning uchun ayollarga tavsiya bu yerda erkagini, o'zini erini erkak ekanligini unga his qildirsin. Har qanaqangi holatda rahbar ekanligini his qildirsin. Ya'ni butun erkaklar Alloh subhanahu va taolo ularni bitta fitratda yaratgan. Ayollarga qarshi. U erkak ekanligini his qilishlik kerak. Uyda er ekanligini his qilish kerak. Uyda rahbar ekanligini his qilishlik kerak. Shuni his qildirsangiz, ayol kishi o'laroq, shunda uyingizda sukunat bo'ladi, sokin bo'ladi. Shunda uyingizda mehr muhabbat bo'ladi. Shunda marhamat bo'ladi. Shunda sizga eringiz libos bo'ladi. Endi bu yerda erkak ham ayoliga ayoli ekanligini his qildirishlik kerak. Rahbari ekanligini his qildirishlik kerak. Oldin aytganimizdek, uyga kirganda sizni hurmat bilan kutib olishsin. Hurmat bilan kutib olishsin. Uyga kirganingizda chiqonda uy mingtan yopib ketmaslik kerak qo'rqqanlaridan.
Ayolingizni gapirtirishingiz kerak. Misol ba'zi erkaklar bor, o'chirdi, charchab keldimda, endi ishlarimda. Sen ham boshlamagin, telefonda o'tiradi 2 soat. TikTok'ga kiradi, Instagram. Bu oila bo'ladimi unda? O'zi charchab keldim, yana boshlamagin, yana og'zingni och deymi? Bular hammasi bu yaxshi emas. Rahbarning sifati adolatli, marhamatli, rahimli, hamma joyda o'zini haqqini beradigan rahbar bo'lish kerak. Siz qandayki ayolingizdan "Men erkakman, men senga rahbarman" deb talab qilyapsizmi? Endi rahbarligingizni qilib qo'ying. Oilangizga, xotiningizga, bolalaringizga qarshi nima qiling? Rahbarligingizni qilib qo'ying. Mana shu narsa juda muhim bo'lganligi uchun bugun mana feminizm ko'payyapti. Ya'ni bilib turib mana shu narsani yo'q qilishyapti. Mana shu narsa yo'q bo'lgandan keyin uyda sukunat bo'ladimi? Uyda oila bo'ladimi? Er nimaga kerak deyotganlar nimaga chiqishdi? Er nimaga kerak deyotganlar nimaga chiqdi? Mana shu o'sha islomdan oldin, islom kelmagan vaqtlarda, ya'ni biz buni darsimizda boshida o'tganmiz va islom kelgan vaqtlarda ham. Qaraylik, ayolning haq-huquqlari, ayolning haqlari islomdan oldin qanaqa edi? Islom kelganda qanaqa bo'ldi? Va yana ayolning huquqlari islom yetib borgan davrlarda qanaqa edi? Va islom yetib bormagan davrlarda, davlatlarda qanaqa edi? Va islom Angliyaga qarang, islom yetib bormagan vaqtda va islom borib bo'lgan davlatlarga qarang. Ayollar uylarda olima edi. Ayollar uylarda erkaklarda kerak bo'lsa nima bo'lgan? Dars bergan Oysha onamiz. Oysha onamiz dars bergan. Hijobning orqasidan, ya'ni pardaning orqasidan erkaklarga. Yana Said ibn Musayyabda o'tdik. O'zini xotinidan kerak bo'lsa uyda dars olgan. Feminizm o'sha Angliya davlatlarida, shunga o'xshagan Yevropa davlatlarida ayol kishini umuman kerak emas, arzimas narsa deb qarashganligi uchun, kerak bo'lsa Angliya ko'chalarida o'zini xotini pulga sotganligi uchun, kerak bo'lsa mana bu Angliyadagi o'sha kofirlar ayollarini ko'chada boshlariga gapirmasligi uchun temirdan maskalar taqib yurganligi uchun feminizm ayol huquqlarini bahonasida nima qildi? Kelib chiqdi. Va shu sababdan mana bugun er nimaga kerak deb nima qilishyapti? Er nimaga kerak deb gapirishyapti. Sababi agar mana bu odamlar shu holatni yo'qota oladigan bo'lsa, ya'ni erni uydagi rahbarlikdan yiqitib ayol o'sha yerga keladigan bo'lsa, ularni xohlagan narsasi nima bo'ladi? Oilani yaxshi ketishligi uchun mana bu 5 ta narsa nima qilishgan bo'ladi? Mana bu narsani yiqitgan bo'lishadi. Shu sababdan bugungi musulmon opalar mana bularni o'sha usti yaltiroq bo'lgan, ichi qaltiroq bo'lgan so'zlariga aldanib qolmaslik kerak. Er nimaga kerak deb, ayol kishi ham o'zi ham ish qila oladi, o'zi ham topishlik kerak degan narsalarda bunaqa narsaga aldanmaslik kerak. Butun haqlarini islom ayolga berib bo'lgan. Butun Alloh subhanahu va taolo uni yaratganda nimani ular uchun yaxshiligini, nimani yomonligini Alloh subhanahu va taolo juda yaxshi bilgan va mana bu bilganligi natijasida ularga nima yaxshi bo'lsa bergan, nima yomon bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularga nima qilmagan, bermagan. Demak, oilani mana bu so'zlashma yaxshi turishligi uchun, sukunat, sokinlik bo'lishligi uchun, mehr, muhabbat bo'lishligi uchun, marhamat bo'lishligi uchun, libos bo'lishligi uchun rol kimda bo'lishligi kerak? Uydagi rollarning taqsimi bo'lishligi kerak va uydagi rollarning taqsimida birinchi rahbar sifatida er bo'lishligi kerak. Rahbar sifatida er bo'lishligi kerak. Ayollar ham erlariga erkak ekanligini, rahbar ekanligini his qildirishlik kerak. Endi rahbar bo'lgan erkaklar ham ayollariga adolatli, yaxshi rahbarning sifatlari qanaqa bo'lsa, xuddi shu sifatlari bilan sifatlanib, xotiniga, bolalariga xuddi shunday muomala qilishligi kerak. Xo'p, yangi bir mavzuga o'tdik. Muslima ayol eriga itoatkorlikdir va u bilan inoq yashaydi, u bilan yaxshi munosabatda bo'ladi degan mavzuga yetib keldik. Xo'p. Endi aytayaptiki, muallif muslima ayol eriga qarshi itoatkorlikdir deyapti. Endi bu itoat masalasi shartmi yoki tavsiyami? Va itoat nima uchun kerak? Itoat nima uchun kerak? Va itoat qilishlik shartmi va tavsiyami? Itoat shart. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Endi bir odam uyda rahbar bo'lishligi uchun unga kim kerak? Unga itoat qiladigan odam kerak. Endi
Erkaklar ayol aytsaki, mana uyimda rahbar erkak deb tursa va undan keyin eriga itoat qilmasa, bu to'g'ri bo'ladimi? Haqiqatdan ham mana bu ayol erini rahbar deb qabul qilgan to'g'ri bo'ladimi? Faqatgina so'zda qolgan bo'ladimi? So'zda qolgan bo'ladi. Endi mana bu 5 ta narsani bo'lishligi uchun ham sukunat, mehr, muhabbat, marhamat, libos dedik va undan keyin mana bu narsalar bo'lishligi uchun erkak uyda rahbar bo'lishlik kerak dedik. Endi yana mana bu narsalar bo'lishligi uchun erkak uyda rahbar bo'lishligi uchun ayol nima qilishlik kerak? Eriga itoat qilishlik kerak. Bir joyda rahbar bo'lsa-da, lekin uni ishchilari, uni qo'l ostidagilari unga itoat qilmasa, men u rahbarman deb yurishligi, bizni bu rahbarimizdir deyishligi to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni rahbar degan odam unga itoat qilishligini talab qiladi. Modomiki men bu yerda rahbarmanmi? Modomiki meni rahbar deb qabul qilyapsizlarmi? Menga itoat qilishliginglar kerak deydi. Mana bu rahbar bo'lgan odam. Demak, men bu holatda itoat qilishlikka dalillar, itoat qilishligini shart ekanligiga dalillar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bir insonni boshqa bir insonga sajda qilishligi umuman joiz emas. Agar bir insonni boshqa bir insonga sajda qilishligi joiz bo'lsa edi, erni ayolini ustidagi haqlari kattaligi sababidan xotin kishini eriga sajda qilishligini amr qilardim deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, men bu yerda qarang, boshqa bir odamga sajda qilishlik umuman joiz emas. Ya'ni umuman mumkin bo'lmagan narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilyapti? Qiyos qilib. Mana bu narsani tushuntirib aytayaptiki, ayol kishi bilsinki, uni ustidagi erining haqlari nima? Juda katta. Va yana boshqa hadisda Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydiki, ey Allohning rasuli, ayolning ustida kimni haqlari kattaroq deydi. Ya'ni kimni haqqi ayolning ustida kattaroq. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, erini. Yana so'raydi. Erkak ustida kimni haqqi ko'proq deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, onasini deb javob beradi. Demak, bu yerda ham ayolning ustida kimni haqqi ko'proq? Erini. Ota-onasining haqqimi, erining haqqimi desa, birinchi o'rinda ota-onasining, erining haqqi, ana undan keyin ota-onasining haqqi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va yana boshqa bir hadisda bir ayol bir ehtiyoji uchun, bir hojat uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib, mana bu hojatini ketkizgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolga aytadiki, sen turmush qurganmisan, oilalimisan? Hay Allohning rasuli. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, seni ering bilan orang qanaqa? Ering bilan munosabating qanaqa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa so'raganidan keyin ayol aytadiki, men erim qanaqangi haqqi bo'lsa, qo'limdan kelgancha nima qilaman? Bajarishga harakat qilaman. Lekin qila olmaydigan biror narsam bo'ladigan bo'lsa, buni qila olmayman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sen eringning yonidagi holatingga diqqatli bo'l, e'tibor ber. Chunki u seni yo jahannaming yo jannatingdir dedi. Chunki u seni yo jannatingdir yo jahannamingdir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Demak, erni ustidagi haq tavsiya emas, itoat degan narsamiz bu tavsiya emas. Bu mutlaqo shart bo'lgan narsa. Ayol kishi eriga nima qilishlik kerak? Itoat qilishlik kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyapti, itoat qilsang jannat, itoat qilmasang bu sening uchun jahannamdir deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, muslima ayol shuni juda yaxshi biladiki, eriga itoat qilishligi uni jannatga olib boradigan amallardan bir amal. Muslima ayol buni juda yaxshi biladiki, eriga itoati natijasida mana bu itoati sababidan Alloh subhanahu va taolo uni jannatga qo'yishligini juda yaxshi nima qilishlik kerak, bilishlik kerak. Mana boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, bir oyda ro'zasini tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa va nomusini himoya qiladigan bo'lsa, jannatni eshiklaridan qaysi biridan xohlasa, ana shu eshiklardan kirsin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bu yerda ham ko'ramizki, 5 vaqt namozini o'qisa ayol kishi, bir oylik ro'zasini tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa va nomusini himoya qiladigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kirsin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, 5 vaqt namoz, bir oylik ro'za, eriga itoat qilishlik
nomusini himoya qilishligi. 4 ta masala. Mana shu 4 tasini bajargan odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bajargan ayolga jannatni xohlaganidan kirsa kiraversin deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana boshqa hadisda Ummu Salama rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, har qaysi bir ayol eri o'layotgan vaqtida undan rozi bo'lgan holatda o'laydigan bo'lsa, jannatga kiradi deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shariatimiz qarang, ayol kishini jannatga kirishlik yo'llarini osonlashtirgan. Bundan oldingi hadisda 5 vaqt namoz o'qisa, bir oy roza tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa va nomusini himoya qiladigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kirsin dedi. Bu hadisda bo'lsa, eri undan rozi bo'lgan holatda o'laydigan bo'lsa, u ham jannatga kirishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga xabar berdi. Demak, jannatga kirishlik uchun erining roziligi nima bo'lishi kerak? Albatta bo'lishlik kerak. Ba'zi ayollarga qaraysiz, o'zicha ilm o'qib qo'ygan, o'zicha Qur'on yodlab qo'ygan, o'zicha hadislarni yodlab qo'ygan, fiqh usulini biladi, lekin erini mensimaydi. Erini rozi qilishga harakat qilmaydi. Erini g'azablantiradi. Bu ayol shuncha ilm o'qigan bo'lsa, shuncha kitob o'qigan bo'lsa, shuncha hadis o'qigan bo'lsa, shuncha Qur'on o'qigan bo'lsa, bu odam nima qilishlik kerak edi? Bu ayol kishi eriga itoat qilishlik kerak edi. Chunki o'qigan Qur'oni, yodlagan hadisi, unga o'rganayotgan fiqh usullari unga o'rgatganki, eringga itoat qilishliging shart. Hatto ota-onadan birinchi kimning haqqi keladi? Erining haqqi keladi. Mana bu narsani o'rgatgan, lekin bu ayol nima qilyapti? Erini mensimayapti. Bu ayol erini o'zidan past ko'ryapti. Mana bu qilayotgan amali uni jannatga olib boradigan amalmi yoki jahannamga olib boradigan amalmi? Albatta jahannamga olib boradigan ayol. Bu ayol juda yomon ayol. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, ogoh bo'linglar, men sizlarga jannatdagi ayollaringlarning xabarini beraman. Ya'ni jannatdagi ayollaringlarning xabarini beraymi? Shunda sahobalar, "Ha, ey Allohning rasuli" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, bu ayol ko'p tug'aydigan sevimli ayol. Bunaqangi bir ayol g'azab qilganda yoki unga yomonlik qilingan vaqtda yoki eri unga g'azab qilganda unga shunday deydi: "Mana qo'limni qo'lingga qo'yyapman. Sen mendan rozi bo'lguninggacha ko'zimga uyqu kelmaydi" deydigan ayol sizlarni jannatdagi ayolinglardir deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qarang, bu ayolga g'azab qilinyapti, yomonlik qilinyapti. Bunga qaramasdan bu ayol erini rozi qilishlikka harakat qilyapti. Erini rozi qilishlikka harakat qilyapti. Eri bilan tengma-teng olishadigan emas. Qarang, bu yerda haqli holati bor. Bu haq. Lekin eri g'azab qilgan, eri aqli o'sha g'azab sababli ketgan vaqtda ham erini rozi qilishlik uchun qo'lini ushlab aytayaptiki, "Sen mendan rozi bo'lmaguninggacha meni ko'zlarimga uyqu kelmaydi." Qani bunaqa ayollar? Bugun Qur'on sunnatni yodlab tashlagan ayollar ham illa man rahima robbi, bunaqa sifat bormi bularda? Ozgina masalalarda er bilan tortishib, "Sendan o'zi nima ko'rdim? Sen o'zi shunaqa odam eding. Men bilan uylanganingda seni cho'ntagingda 1 so'ming yo'q edi. Men bilan uylanganingda shunaqa eding. Men bilan uylanganingda shunaqa eding." Bu Alloh subhanahu va taoloni g'azab qiladigan ayollar sifati. Shuning uchun ayolni erkakka itoat qilishligi tavsiya emas, opalar. Ayolni eriga itoat qilishligi bu shart. Itoat qilishligi uni jannatga olib boradigan amallardan bir amal. Itoat qilmasligi uni jahannamga olib boradigan, Allohni farishtalarini g'azabiga duchor bo'ladigan amallardan bir amal. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda, Buxoriy va Muslimda keladi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlardan birortalarida ayolini yotog'iga chaqirgan holatida ayoli yotog'iga kelmasa va eri ham undan g'azablangan holatida kechani shunday o'tkazadigan bo'lsa, to ertalab bo'lgungacha farishtalar ana shu ayolga la'nat o'qiydi deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qarang, mana bu joyda ayolni la'natlanishligiga sabab bo'layotgan narsa nima? Eriga itoat qilmasligi. Eri chaqirganda ijobat qilmasligi. Demak, eriga ijobat qilmaslik, eriga itoat qilmaslik nima bo'lyapti? Mana bu holatda farishtalarni la'natiga sabab bo'lyapti. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, eri yotog'iga da'vat qilgan holatida
yotog'iga chaqirgan holatda har doim hozir kelaman, picha turib kelaman, ozgina kutib turing deydi-yu. Shunaqa holatda uni shunaqa holatda kechiktirsa va eri uyquga ketib qolgungacha, ya'ni uxlab qolgungacha kelmaydigan bo'lsa, mana shunaqangi ayollarga Alloh la'nat o'qiydi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni eri chaqiryapti. Eri uxlab qolgungacha uni shunaqa qilib aldayapti. Hozir kelaman, 5 minutdan keyin kelaman, ozgina kutib turing. Shunaqangi bahonalar bilan eri uxlab qolgungacha kelmaydigan bo'lsa, Allohning la'natiga duchor bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Mana bu yerda ham Allohning la'natiga duchor bo'lishligini sababi eriga nima qilmasligi, eriga itoat qilmasligi. Demak, eriga itoat qilishlik ajr, savob, eriga itoat qilmaslik farishtalarni va Allohning la'natiga xosatan mana bu masalada sababchi bo'lar ekan. Undan tashqari opa-singillarga shu narsani men tavsiya qilmoqchimanki, mana bu hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni asri saodatida aytilgan gaplar. Ya'ni bizni holatimizga o'xshab kufr to uchiga chiqqan vaqt emas. Islom yayilgan, islom ko'paygan, islom yerlari kengaygan, asri saodat vaqtida aytilgan gaplar. Lekin bizning zamonimiz kufr yoyilgan, shirk yoyilgan. Halollar qiyinlashib, haromlar osonlashgan. Hozir qarang, uylanishlikmi osonroq yoki zino qilishlikmi osonroq? Ikkinchisi, zino qilish juda oson. Lekin uylanish, turmushga chiqish juda qiyin. Turmush qurishni, uylanishni oldida shunaqangi ko'p to'siqlar bor, lekin zino qilishni oldida hech qanaqangi to'siq yo'q. Bir odam ozgina ishlasa yoki ozgina ishlashi ham shart emas. Bir qiz bilan ancha gaplashsa, u ishni qila oladi. Lekin hozirgi holatda nima qiyin? Hozirgi holatda turmush qurish halol qiyin. Hani fahish, gunoh juda ko'p. Endi shunaqangi holatdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deyotgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Muslimda o'tadi bu hadis, Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir ayol erkaklarga aytayapti. Bir ayol, ya'ni har qanaqangi bir ayol sizga yoqsa, qaraganingizda sizga yoqdi va qalbingizda unga qarshi bir his paydo bo'ldi, bir xohish, istak paydo bo'ldi. Shunaqangi holatda darrov ayolning yoniga borsin va u bilan birga bo'lsin. Chunki mana bu holat narigi ayolga bo'lgan qalbdagi istakni ketkazadi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadis asr saodatda islom juda yoyilgan, islom hukmlari joriy qilinadigan vaqtda aytilgan gap. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi. Ya'ni o'sha vaqtda musulmon erkaklarga qilinayotgan tavsiya ko'chada biror bir ayolni ko'rib qolishligi oddiy holat. Ya'ni niqob farz bo'lmagan vaqtda, niqob nozil bo'lmagan vaqtda yoki kofirlarning yurtiga jihad qilgan holatda ayollarni ko'rishligi oddiy holat, ya'ni erkaklarni, kofir ayollarni. Shunaqa holatda deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, darrov nima qilsin? Haloliga borsin. Shunday qilganda narigi ayolning go'zalligi, narigi ayolga bo'lgan insonning qalbidan o'tib qolgan his ayoli bilan birga bo'lgan vaqtda nima bo'ladi? Yo'qoladi. Endi opalarga tavsiya, biz aytganimdek kufr yurtidamiz. Biz islom hokim bo'lgan vaqt diyorlarda emasmiz. Biz islomning shiorlari oliy bo'lgan joyda emasmiz. Biz kufrning shiorlari oliy bo'lgan, fahsh munkar yoyilib yotgan, haloldan ko'ra haromga yetishishlik oson bo'lgan, nikohdan ko'ra zinoga yetishishlik oson bo'lgan davrda yashayapmiz. Shunaqa holatda ayol kishi erini mana bu haqqini qo'lidan kelgancha to'lashlikka harakat qilishlik kerak. Endi faqatgina aqlimiz bu hozirgi aytilgan hadisga ketmasin. Misol uchun oddiy holat. Biz erkaklar umumiy holatda ko'chaga chiqiladi. Ko'chaga chiqqandan keyin mana bu erkak kishi tashqarida ming bir turli ayol ko'radi. Kimidir sochi jingalak, kimidir sochi bo'yalgan, kimidir qoshi boshqacha, kimidir labi boshqacha, kimidir yuzi boshqacha, kimidir kiyimi boshqacha. Istar istamas erkak mana bu narsadan ta'sirlanadi. Endi ta'sirlanganda uyga kelyapti-da, uyga qarasa ma'lum holat. Ayol oshxonadan chiqmagan, na sochini taragan, na o'ziga e'tibor bergan, na bir
unga yoniga borsangiz xushbo'y hid tariladi. Na ko'ziga bir surma qo'yadi yoki pomada, lab shunaqa narsalar qo'yadi, makiyaj qiladi. Hech nima yo'q. Ya'ni bu erkak nima qilsin? Ya'ni ayollar talab qiladi-ku, erim meni yoqtirmayapti, yaxshi ko'rmayapti, eskiga o'xshab yaxshi ko'rmaydi. Buni sababini qilishligi kerak. Ya'ni ayol kishi tushunishlik kerak erkak kishiniki tashqariga chiqyapti u. U har qanaqasiga chiroyligini ko'ryapti. Misol sochlari jingaligini ko'ryapti, sochlari bo'yalganini ko'ryapti, sochlari qisqartirilganini, sochlari uzunni ko'ryapti. Kiyim kiyganini ko'ryapti. Ya'ni uyga kelganda ayolidan ham shu narsani ko'rgisi keladi. Shuning uchun opalarga tavsiya, qo'limizdan kelganicha erimizga qarshi shularni qilib turaylik eng kamida. Ya'ni o'zimizga qaraylik, sochimizga, o'zimizga o'sha parfumeriyalarimizga qaraylik, makiyajimizga qaraylik, bular harom emas. Sochni jingalik qilishlik harom emas. Sochini bo'yashlik harom emas. Yuziga makiyaj qilishlik bular harom emas opalar. Shuning uchun erimizdan bizga eski o'sha muomalasini xohlasak, eski o'sha qaraganda ko'zlarini yonishligini xohlaydigan bo'lsak, biz ham nima qilishligimiz kerak? Mana bu holatda o'zimizga e'tibor berishligimiz kerak. Men uni qalbini yaxshi ko'rdim, men uni ilmini yaxshi ko'rdim. Bu bir yergacha. Bunga qo'shimcha narsalar kerak. Yuz kerak, chiroyli kerak, o'ziga e'tibor berishlik kerak. Misol uchun qarangizda, ya'ni subhanalloh, bu achinganimizda aytamiz buni. Ertalabdan kechgacha oshxonada. Endi erkak ishdan keldi. Ko'chada har xil hidlarni ko'rdi. Har xil hidlarni hidlab keldi. Har xil sochi bo'yalganlarni ko'rdi. Har qanaqangi bir qoshi bo'yalganlarni, misol uchun aytayman, makiyaj qilganlarni ko'rdi. Uyga kelyapti-da, bechora ayol na o'ziga qaragan, piyoz hidi kelib yotibdi, ovqat hidi kelib yotibdi. Bunaqada qanday muhabbat bo'lsin, qanday mehr bo'lsin, qanday sevgi bo'lsin. Shuning uchun opalarga tavsiya bu, birinchi tavsiyam, opalar shunaqani qilinglar. Endi opalar aytishi mumkin, bizga sharoit yaratib berishmayaptimi? Bu erkaklarning xatosi. Ya'ni erkaklar agar sharoit yaratib bermasdan turib, ayolingizdan bu narsani talab qiladigan bo'lsangiz, siz adolatsizsiz. Ya'ni na ayolingizga qo'yib berasiz, o'shanaqangi parfumeriya olishiga pul bermasiz. Na uni yuzini bo'yashligiga qo'yib bermasiz. Na sochlarini o'sha turmak qilishligiga, prichoska qilishligiga qo'yib bermasiz, na pulini bermasiz. Bu ayol qayerdan qilsin? Qayerga borsin? Kimga dardini aytsin? Ota-onasi bersin bunga pulni. Yo chiqib ishlab kelsinmi puliga? Qayerdan qiladi bu narsani? Erkak bunga nima qilish kerak? Sharoit yaratib berish kerak. Sharoit yaratib bering. Sharoit yaratib berishingizga qaramasdan buni qilmayotgan bo'lsa, endi ayol kishining o'zida. Misol uchun, qaynona qaynota bilan yashaymiz O'zbekistonda. Siz xotiningizni himoya qila olishingiz kerak qaynasiga, ya'ni ota-onangizga qarshi. Bu bechora ertalab kechgacha mol soqsa, bu bechora ertalabdan kechgacha molni tagidan chiqmasa, ertalabdan kechgacha keyin oshxonada ovqat qilsa, keyin ertalabdan kechgacha kir yuvadigan bo'lsa, uni osaydigan bo'lsa, ko'cha supuradigan bo'lsa, ertalabdan kechgacha. Ya'ni bu ayoldan siz nima talab qilasiz? O'zi bir erkak bugungi kunda bularni hammasiga ulguradimi? Ertalab sahar 6 da turasiz, ko'chalarni supurasiz, ovqat berasiz, ovqat yig'ishtirasiz, idishda olib yurasiz, soat 11 gacha kir yuvasiz, kirni osasiz, 12 dan 3 gacha ovqat qilib tayyor qilishlik kerak. U orada mollarga, mol bo'lsa, qo'y bo'lsa, ularga ovqat berish kerak, yemini berish kerak, suvini berish kerak, tozalash kerak. Ya'ni insof bo'lish kerak-da erkakda ya'ni. Ya'ni ayolidan shunaqangi chiroylilik talab qilayotgan erkak avvalambor buni sharoitni qilib berish kerak ayolga. Nima emish? Men xotinimni qizg'anaman. Nima qilsin xotining? Bormasin bunaqaga, prichoska qildirgan. Sochini bo'yamasin. Buni ko'chaga bo'yamaydi-yu, senga bo'yaydi. Shunaqa ahmoq erkaklar bor-da. Xotinimni qizg'anaman deydi. Unaqa urishga qo'yib bermaydi, parfumeriya sepishga qo'yib bermaydi, yo pul bermaydi. Kiyim olishga qo'yib bermaydi, uyda kiyadi bu kiyimni. Sochini bo'yashga qo'yib bermaydi, prichoska qilishga qo'yib bermaydi, xotinimni qizg'anaman. Keyin uyga kelib aytadiki, ahvolni qarab ol. O'zingdan ayb ahmoq. Shuning uchun erkaklar ayollariga mana bu sharoitlarni yaratib berishlikka majbur. Siz ayolingizni yaxshi ko'rishlikni, ko'chadan ta'sirlanmaslikni xohlayapsizmi erkaklar? Ayolingizga bu sharoitni qilib bering. Vaqtida dam olishga qo'yib bering. O bechora ertalabdan kechgacha sovuqda yursa, qo'llar yorilib ketadi bechorani. Tirnoqlari kirib ketadi-yu buni. Ertalabdan kechgacha dalada ishlasa, bu ayol kishiga o'zi shart emas bularni qilishligi. Ya'ni biror bir ayolga dalaga chiqishligi shart emas bu. Mol boqishligi bu. Qanaqa bu? O'zi bular xato. Rahmat aytishingiz kerakki, u sizni
Xotiningiz sizni dadingiz bilan ayangizga qarayapti. Bormi islomda mana bu majburiyat? Farzmi islomda erni dadasi bilan ayasiga qarashlik farzmi? Yo'q, mana bu Alloh rozi bo'lsin bizning musulmon ayollardan. Majbur ba'zisi Allohdan ajrini umid qilgan holatda yordam beradi, qaraydi. Endi shunaqa yaxshilik qilayotganga yaxshilik bilan javob berishlik kerak. Kiyimini olib bering, parfyumeriyasiga qarang. Hayron qolasizda erkaklarga. Pulni bekorchi narsalarga sarflayveradi. Lekin ayoliga sarflashga kelganda qizg'anadi. Ayoliga sarflashga kelganda ziqnalik qiladi. Bu ayoldan o'zing foydalansan-ku. Ya'ni sen qaraganingda xursand bo'lsang yaxshi emasmi? Ayoling chiroyli tursa, yosh tursa, keyin ko'zing boshqalarga qaramaydi, keyin ko'zing olma termaydi. Shuning uchun ayollar talab qilsin. Eridan tavsiyam, talab qiling eringizdan. Aytdiki, men tishlarimga qarayman, ko'zimga qarashim kerak, misol uchun sochlarimni qilayman, qo'lidan kelsa albatta, ya'ni qo'ldan kelmagan narsani yuklamaslik kerak, bechora erkak-ayu. Lekin qo'lidan kelsa, imkon bo'lsa mana bu narsani ayol kishi nima qilish kerak? Talab qilishlik kerak. Ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak o'qalar. Ayol kishi o'ziga qarab yurmasa, xossatan mana bu zamonda eri bir joygacha yaxshi ko'radi. Lekin bir joydan keyin yana boshqa holatlarga ko'zi ketib qolishi mumkin. Ko'zi olma terib yurishi mumkin. Shuning uchun tavsiyam ham erkaklarga, ham ayollarga, avvalambor ayollar, biz ahli saodatda yashamaymiz dedik. Kufr sistemasidamiz. Kufrning shiorlari oliy bo'layotgan joydamiz. Zino oson, nikoh harom bo'lib qolgan davrdamiz. Shu sababdan o'zingizga yaxshi qarab yuring. Sochingizga, kiyimingizga, parfyumeriyalaringizga, tirnoqlaringizga, ya'ni qanaqangi bir o'zi ayol kishi juda yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'rinishlikka eringizga harakat qiling. Erkaklar ham ayolingizni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsangiz, chiroyli turishni xohlaydigan bo'lsangiz, sizni yoningizda, chunki u sizni yoningizda faqat shularni qiladi. Ko'chada qilmaydi-yu bu. Qo'lingizdan kelgancha unga nima qiling? Sharoit yaratib bering. Demak, mana bu holatda ayollarga tavsiyam shu. Endi yana bitta mavzu bu yerda itoatni o'lchovi. Aytdik, itoat qilsa jannat, itoatsizlik qilsa la'natga va jahannamga ham kirishlikka sabab bo'lar ekan dedik. Endi buni itoatni o'lchovi qanaqa? Itoatni o'lchovi qanaqa? Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, 3 kishi borki, ularning namozi qabul qilinmaydi. Ularni biror bir yaxshi amali osmonga ko'tarilmaydi. 1. Egasidan qochib ketgan qul toki o'zini egasini yoniga qaytgungacha va qo'lini egasini qo'liga qo'ygungacha. Ikkinchisi, eri undan norozi bo'lgan ayol toki eri undan rozi bo'lgungacha. Uchinchisi, alkash toki eski holatiga, sarxoshlik holatidan qaytgungacha deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bu hadisdagi eri unga g'azab qilgan holatidan qasd nima? Bu holatda erni haq ekanligi, ayolni bo'lsa nohaq ekanligi. Ya'ni shariat misol uchun ozoldin chaqirgandek erga kelmasa, shariat buyurgan, erga ijovat qilishlik kerak deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunaqangi holatda bahona bilan, hech qanaqangi uzursiz agar bunga itoat qilmasa, bu gunohkor bo'ladi. Uzursiz itoat qilmasa, bu gunohkor hisoblanadi. Lekin muallif aytadiki, agar mana bu holat teskarisi bo'lsa-chi, mana bu holatda erkak zolim hisoblanadi. Ya'ni bu holatda ayol haq, lekin erkak nohaq. Mana shu holatga qaramasdan erkak o'zini haqman desa, menga itoat qilishliging kerak desa, bu holatda erkak aytganimizdek zolim hisoblanadi. Ayol eriga shu 3 ta holatda itoat qilmasa bo'ladi. Ya'ni mana shu 3 ta holat bo'lsa, itoat qilmasa, bu gunohkor ayol hisoblanmaydi. Birinchisi, eri ma'siyatga chaqirsa, islom taqiqlagan biror bir narsaga chaqirsa, bunga itoat qilmaydi. Itoat qilsa, hatto gunohkor bo'ladi. Ma'siyatga. Chunki Allohga, ya'ni yaratuvchiga, yaratganga isyon bo'lgan holatlarda mahluqqa itoat qilishlik joiz emas, itoat qilishlik yo'q. Shu holatda agar eri biror bir gunohga, biror bir ma'siyat amalga chaqiradigan bo'lsa, erga nima qilmaydi? Itoat qilmaydi. Ikkinchisi, kuchi yetmaydigan narsaga chaqiradigan bo'lsa, bu holatda ham itoat qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Misol uchun bir ayolni eri
bir narsaga chaqiryapti. Menga itoat qilishliging kerak deyapti. Va haqiqatdan ham ayol kishini eri aytayotgan narsani qilishligiga kuchi yetmaydi. Mana bu holatda itoat qila olmaganligi uchun bu ayol gunohkor hisoblanmaydi. Misol uchun deylik, bir ayolni 4 ta bolasi bo'lsa va bolalarning orasidagi yoshi ham yaqin bo'lsa, endi erkak birdaniga telefon qilib aytayaptiki, soat 5 ta 5-10 ta birodarlari bilan kelyapman. Birinchisiga mastava, ikkinchisiga sho'rva, uchinchisiga shunaqangi ovqatlar qilib qo'y desa, bu ayol qaysi biriga ulgursin? Bolasiga qarasinmi, bolasini emizsinmi, bolasini tozalasinmi, uyda ishini qilsinmi, ovqat qilsin, qaysi biriga kuchi yetadi? Bu holatda kuchi yetmaydi. Shu holatda kuchi yetib qilsa, Alloh subhanahu va taolo ajrini beradi. Lekin kuchi yetmasa, bu holatda bu ayol gunohkor bo'lmaydi. Yoki biror bir amalga chaqiryapti, biror bir ish qilishga chaqiryapti, kasal, haqiqatdan bu holatda yana gunohkor hisoblanmaydi deydi olimlar. Uchinchisi bo'lsa, olimlar aytadiki, nikoh aqdiga to'g'ri kelmaydigan masalalarda itoat qilmasa ham bo'ladi deydi. Misol uchun nima bu? Eri kelyapti-da, nikoh aqdiga aloqasi yo'q misol uchun. Men bugundan keyin osh yemayman, sen ham osh yemasliging kerak desa. Nikoh aqdiga aloqasi bormi? Nikoh so'zlashmasiga aloqasi bormi? Umuman aloqasi yo'q. Bu dunyoviy masala. Bugundan keyin biz go'sht yemaymiz, sen ham yemagin deb xotinni majburlasa. Bo'ladimi bu narsa? Yo'q, bu itoat qilish shart emas bu narsada. Lekin erkak shariat tarafidan bir ovqatni, bir mahsulotni taqiqlangan ekanligini dalillari bilan bilsa va bunga ayoliga aytsa, nima qilishlik kerak bu holatda? Ayoli albatta itoat qilishligi shart bo'ladi. Demak, bu erga ayolni itoat qilishdagi o'lchovi, qisqachagina o'lchovi desak bo'ladi. Demak, ayol kishi eriga itoat qilishligi shart. Mana bu holatda tavsiya emas. Itoat qilsa jannat, itoat qilmasa la'natga duchor bo'lishi mumkin. Itoatni o'lchovlari ham mana shu oldin zikr qilganimiz narsalar hisoblanadi. Xo'p, mavzuning ikkinchi qismi bor edi. Birinchi qismini o'rgandik. Muslima ayolni eriga qarshi itoatkorlik bo'lishligi va u bilan inoq, yaxshi munosabatda bo'lishi, bir-birini yaxshi tushunishi edi. Ya'ni muslima ayol eriga qarshi itoatkorlik va u bilan yaxshi inoq holatda munosabatda bo'ladi, inoq holatda yashaydi. Mana bu inoq holatda yashashlik, bir-birini tushunishlik juda muhim narsa. Ya'ni oldin aytganimizdek 5 narsani bo'lishligi, mana bu narsani ham bo'lishligi degani. Agar mana bu inoqlik bo'lmasa, bir-birini yaxshi tushunishlik bo'lmasa, bir-birini ga bo'lgan kamchiliklarga ko'z yumishlik bo'lmaydigan bo'lsa, bu oila bo'lmaydi. Ya'ni misol uchun ayolni har bitta harakatidan bir xato topib tursa, qanday oila bo'lsin? Ayolni har bir ishiga erkak burnini so'qorsa, har bir ishiga burnini suqib tursa, sen nimaga buni qilding, nimaga shuni qilding, nimaga buni qilding? Misol uchun juda ko'p bo'ladigan holatlar, ayol kishi erini oilasi, ya'ni ota-onasi bilan bo'layotgan problemalariga imkon boricha aralashmaslik kerak. Aralashmaslik kerak. Misol uchun deylik, erdi o'zini ukasi bilan muammosi bor. Bunga nimaga burnini suqadi ayol kishi? Nima keragi bor ya'ni? Naborot, agar eri haqsiz bo'lsa aytish kerak, Allohdan qo'rqdim. Misol uchun yaxshilikka agar burnini suqolmaydigan bo'lsa, yomonlikka umuman aralashmaslik kerak. Xuddi shunday erkak kishi ham ayol kishini o'zini oilasi, otasi, onasi bilan bo'layotgan munosabatiga harom bo'lmasa, kufr bo'lmasa, shirk bo'lmasa-da, ya'ni aralashmasligi kerak, qo'yib berishlik kerak ayolga. Yoki ba'zi erkaklar bor, oshxonaga kirib olib, buni nimaga olding, shuni nimaga olding, bu kiyimni nimaga olding? Bunaqa holatda inoq bo'linmaydi. Bunaqa holatda bir-birini tushunish bo'lmaydi. Mutlaqo aqlli ayol va aqlli erkak erining xarakterini ko'z ishorasi bilan kerak bo'lsa bilib oladi. Nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi. Qanaqangi holatda nima qilish kerak ayoliga qarshi, ayol ham qanaqangi holatda nima qilishlik kerak eriga qarshi bilib turadi. Ya'ni erini shunday kirganda biladiki holat qanaqa bo'ladi. Ko'chadan kirdimi, kayfiyati yomonroq, yaxshiroq uni qilish kerak. Kayfiyati pastroq, nima bo'ldi so'rash kerak. Biladi, bir narsa qilib erini kayfiyatini ko'taradi. Xuddi shunday erkak kishi. Inoq bo'lib yashash, bir-birini tushunishlik juda bir muhim narsa oilada. Inoq oilalardan hamma aytadi-ku, Fotimangiz bo'lay, men senga Ali bo'laman, senga Fotima bo'lasan. Fotima mo'chi bo'lganda eshitish kerak men bu hodisani. Fotima onamiz
radhiyallohu anha o'zini qo'li bilan tegirmon tugib, tegirmonni aylantirib, non shunga o'xshagan uyda xizmatlarni o'zi qilardi. Shu qilishligida qo'llari o'sha yumaloq bo'lib chiqib qoladi-yu, shunaqa bo'lib ishib ketardi. Shunda shu holatda Ali radhiyallohu anhuga shikoyat qilganda, Ali radhiyallohu anhu unga aytadiki, otang, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har jangga borganida yoki sahobalarga jangga jo'natganda, jihodga bir qancha asirlar bilan keladi. Uning yoniga bor, joriyalardan birortasini senga bersin deydi. Endi shu holatda siz o'ylang, hozir kunimizda o'sha Fotimangiz bo'lay deyotganlar yaxshi eshitsin bu narsani. Ali bo'lay deyotganlar yaxshi eshitsin. Shu holatni bir kunimizga tasavvur qiling. Bir odam holati yomon, birodar, deylik, musulmon erkak, holati yomon, ma'lum, qo'ldan kelmayapti shuni ayoliga shunaqangi yaxshi sharoitlar qilib berishligiga. Endi men bu ayolni ham, qizni ham ota-onasi imkoniyati joyida. Shu holatda illa ma rahima robbi, ayol kishiga eri aytsaki, shu otangga borgin, shu narsalarni so'ragin desa, darrov boshida, "Voy, sen o'zing nimaga uylanding? Bo'lmasa, nimaga menga qarading? Sen bilan turmushga qurganimdan keyin agar shuni qiladigan bo'lsa, men senga nimaga turmushga chiqdim? Sen rahbar emasmisan? Sen haqqingni ado qilmaysanmi?" deydi illa ma rahima robbi. Lekin Fatima onamiz tushunyapti, Fatima radhiyallohu anha tushunyaptiki, bu holat ma'lum, Alining holati ma'lum. Borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytishga uyatib ketadi. Qaytib keladi. Shunda bu holatda Ali radhiyallohu anhu o'zi aytadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlar uchun mendan so'raydigan narsalardan yana ham yaxshirog'ini sizlarga aytaymi deydi. Ha deganda, yotog'ingizga kirganinglarda 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Allohu akbar deylar. Mana shu sizlarga joriyadan, ya'ni xizmatchidan ham yana ham yaxshiroqdir deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana bu narsani so'rashlikni Fatima onamiz nima qilmayapti? Muammo qilmayapti, problema qilmayapti. Senga nimaga turmushga chiqqandim o'zi? Sen menga qaromasang nimaga uylanding? Shunaqa va'dalar berganding-ku. Qo'lingdan kelmasa nimaga va'da berding? Qo'lingdan kelmasa nimaga menga uylanding? Shunaqa zo'rlarda, kazolardan kelganida menga demadi. Fotimangiz bo'lay deyotganlar eshitsin mana narsani. Oson emas Fatima bo'lishligi. Darrov minnat qilmayapti. Xo'p deb tushunyapti. Bir-biri bilan inoq yashashlik, bir-birini tushunishlik mana shu. Er ham tushunishlik kerak shu narsani, xotin ham tushunishlik kerak bir-birini. Mana bu holatda Fatima radhiyallohu anha mana bu narsani tushunganligi uchun biror bir g'innamasdan borib so'ragani bo'lyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ali radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga mana shu so'zlarni o'rgatganidan beri to bugungacha biror marta uni tark qilmadim deydi. Shunda do'stlardan bittasi aytadiki, hatto Siffin kechasida ham buni tark qilmadingmi deganda Ali radhiyallohu anhu, ha, hattoki Siffin kuni ham mana bu narsani tark qilmadim dedi. Siffin kechasi nima edi? O'sha musulmonlar orasidagi fitna, juda katta fitna bo'lgan. Shu holatda ham, shunaqangi qiyinchilik holatda ham Ali radhiyallohu anhu buni unutmaganligini aytadi do'stiga. Va yana shunga o'xshagan boshqa bir holat Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anhoning qissasi. Buni Buxoriy va Muslim rivoyat qiladi. Aytadiki, Asmo Zubayr menga uylanganida biror bir moli ham, mulki ham yo'q edi, illo bir oti va tuyasi bor edi. Men uni otini yemlardim, sug'orardim. Katta paqirda suv tashirdim. Agar mana bu paqirim teshilib qolsa, qaytadan uni yamardim va xamir qilardim. Lekin non yopa olmasdim. Menga qo'shni ansoriyalar non yopib berishardi. Ular juda ham samimiy, sadoqatli ayollar edi. Zubayrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga bo'lib bergan yeridan boshimda danak tashirdim. U yer biznikidan 2 farsah uzoqlikda edi. 2 farsah 3 kilometrdan ozgina ko'proq. Bir kuni boshimda danak bilan kelayotib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uchratib qoldim. U zot bilan bir necha ansorlar bor edi. U zot meni chaqirdilar-da, meni ortlariga mingashtirib olish uchun tuyaga ih dedilar. Zubayrni va uni rashchiligini eslab, erkaklar bilan birga yurishdan uyaldim. U eng rashkchi odam edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni uyalganimni bilib o'tib ketdilar. Zubayrga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni uchratib qoldilar. Boshimda danak bor edi. Yonlarida bir necha sahobalar ham bor edi. Ulovga minishim uchun tuyani cho'ktirdilar.
sizning rashkingizni o'ylab u zotdan uyaldim dedi. Shunda u Zubayr aytdiki, Allohga qasamki, darak ko'tarib yurishing u zot bilan birga ulov minishingdan ko'ra men uchun og'ir bo'ldi dedi. Shundan keyin Abu Bakr radhiyallohu anh menga otga qarashga qo'limdan oladigan, ya'ni otga qarashga yordam beradigan bir xodim yubordi, ya'ni bir joriya yubordi. Bu bilan go'yoki meni ozod qildi deydi Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anha. Mana bu rivoyatda nima bor? Mana bu rivoyatda Asmo radhiyallohu anhoni o'zini erini holatini tushunishligi bor. Ya'ni inoqlik bor. Bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lish bor. Menga nima? O'zing tuying, o'zing qara degani yo'q. Ya'ni ben nimaga senga turmushga chiqsam, kambag'al odamga turmushga chiqib nolishlik yo'q hayotidan. Va eng asosiysi erini kimligini, nimalardan qizg'onishligini juda yaxshi bilishlik bor. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tuyasiga minishlikning nima holati yomon joyi bor? Bo'lib ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Asmoni singlisi Oysha onamizni eri hisoblanadi. Bunga tuyasiga minsa muammo yo'q, lekin bu yerda nimani o'ylayapti? Erini rashkchi ekanligini o'ylayapti. Darrov erini rashkchi ekanligini darrov aqliga keltiryapti. Demak, bu holatda erini juda yaxshi taniyapti. Shuning uchun aqlli ayol erini juda yaxshi taniydi. Nimani yomon ko'radi, nimani yaxshi ko'radi, buni juda yaxshi biladi. Endi mana bu ayol 2-3 farsax deyapti-ku. 2-3 farsax deylik, 3 kilometr. 3 kilometrda bir odam piyoda u kunni issig'ida boshida danek tashishligi bilan 1,5 soat, 2 soatda yurib o'tadi. Shunaqa holatda lekin hayotidan nima qilgani yo'q? Hayotidan noligani yo'q. Bugun nolayotgan xotirlarga qarang. Kir mashinam yo'q deb nolisa. Idish yuvadigan mashinam yo'q deb nolisa. Divanim eskib qoldi deb nolisa. Gilamim eskirib qoldi deb nolisa. Subhanalloh, bunaqada qanday biz ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rozichiligini topamiz? Albatta imkon bo'lgan odam qilib bersin. Zarari yo'q bunda. Alloh uchun ayolning ishlarini osonlashtirsin. Lekin bular holat bo'lmasdan turib, imkon bo'lmasdan turib bunaqa nolishligi juda yomon holat. Shunaqangi holatda inoq bo'lib yashagan ayolni, erni oilasi juda yaxshi ketadi. Bugun qarang, qayerda bir janjal bo'lsa, mana shu sabablardan bir sabab uni janjal qilinayotganligini sababini ko'rasiz. Ya'ni illoki bu yerda inoqlik yo'q, illoki bir-birini tushunishlik yo'q. Illoki yo'q, menga qilib berasan, men qilmasang bo'lmaydi deyishlik bor. Shuning uchun musulmon ayol mavzuni boshida aytganimizdek, erini rahbar sifatida erkak ekanligini his qildirib turadi. Uni rahbar ekanligini, qiror ekanligini uyda sher ekanligini bildirib turadi. Haqiqatdan muslima ayol. Yo muslima bo'lmasa, fosiqa bo'lsa, ko'rgan seriallardan ta'sirlanib qolgan bo'lsa, feminizmdan ta'sirlanib qolgan bo'lsa, yo'q, bu ayol xor qiladi. Oldingi Asmo onamizni qissasida ko'rganimizdek, mana qanday go'zal holat bo'lyapti. Erini tushunyapti. Erini insonlarning ichida yuzini yariga qaratadigan yoki insonlarning ichida eri uni yoqtirmaydigan holatda topishligini xohlamayapti. Hatto u payg'ambar olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot bo'lsa ham. Muslima ayol xuddi shunaqa bo'ladi. Muslima ayol erini axloqsiz bo'lib ketishligini oldini oladi. Yoki erini axloqsiz bo'lishligiga yo'l qo'ymaydi. Erini yuzini yerga qaratadigan ishlar qilmaydi. Bilakis erini yaxshi axloq bilan axloqlanishligiga yordam beradi. Qancha birodarlar ko'rganmiz. Ya'ni juda Alloh subhanahu va taolo ularga yaxshi ayol nasib qilgan. Bilamiz birodar turmush qurmasdan, uylanmasidan oldin holati aniq, xarakteri ma'lum, gaplari ma'lum edi. Lekin qancha birodarlar bor, maşalloh, uylangan ayollari yaxshi ayol bo'lganligi uchun, yaxshi qizlar bo'lganligi uchun qarasangiz erini o'zgartirgan. Gapirishi joyida bo'lgan, o'tirib turishi joyida bo'lgan, insonlarning ichiga chiqqanda o'zini tutishi ma'lum, insonlarning ichiga chiqqanda gapirishi ma'lum. Lekin shu odam uylanmasdan bir 3 oy oldin, 4 oy oldin qarasangiz, umuman gapirishi joyida emas, gapirishining bir ma'nosi yo'q, mazmuni yo'q, qayerda kulishni bilmaydi, qayerda o'tirishni bilmaydi. Lekin uylangandan keyin qarasangiz gapirishi joyida, o'tirishi joyida, so'zi o'taydigan odam bo'lib qolgan. Sabab, buni sababini qidirsangiz ayolini yaxshi ekanligini ko'rasiz. Shuning uchun muslima ayol erini rahbarligini his qildiradi.
erini haqiqiy qirol ekanligini his qildiradi muslima ayol. Undan keyin muslima ayol eriga itoatkorlik bo'ladi. Eriga itoat qiladi va u bilan inoq, yaxshi munosabatda bir-birini tushungan holatda yashaydi. Bugun shu joyda darsimizga yakun yasaymiz. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.